Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari mana biz qo'ramizga qo'ylarni toza arashallardan kelgan mana garbonuz, quloqvosh e'tibor beramiz. Qirg'iz qo'y olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Toza Bishkekdan kelgan bu quloqni qarang. Hammasini ustamaga garbonuzlarga, quloqlarga E'tibor beramiz. Bu qaranglar. Quloqni qaranglar. Mana bu qo'yib ishqiboz bo'ldim mana shunda. Kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa Bishkekdan qirg'iz qo'y izlagan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bu yerda soni nechta bo'shar? Soni 20 bitta. 20 bitta. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa 20 bitta qo'zi keldi Qirg'izistondan, qo'zilar zo'r ustama. Puli qanaqa? Pulni yo'lda qilib berasizmi? Bedar qo'y narxida bo'ladi. Xudo xolasa. Ammo qo'zilar Sovlig'i yo'q buni ichida qo'chqor hammasi. Yo'q, hammasi qo'chqor. Qo'chqor Qirg'izistonning Bishkekidan kelgan. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan sovlig'i ham bor. 20 tacha. Ular ya bugun erta yetib keladi. Like bosib tursa, keldi. Like tirs bosib tursa, boshlar bundan bari zo'rlar keladi. Qirg'izistondan o'tish boshladi. Xudo xolasa mana tavsiya qilib qolamiz aka-ukalar. Qo'zlar qarang, o'ta ideallar. Maza qilib boqadigan ular, lekin sariqlarga e'tibor berasiz. Chotki. Qo'ylarga e'tibor beramiz. Bitta. Hammasini bir qo'l. Soni nechta beda bo'shar? 20 bitta. 20 bitta. Bitta obunachi tars telefon qilib olib qo'yadigan qo'ylar ekan. O'n dumba boshlarga e'tibor beramiz. Razres. O'z Qirg'izistondan kamdan kam o'tadi solpi dumbalar. Hammasi tikka. Qo'shilmagan haligi solpi dumba. Bo'ladi, yurgizaylikchi. O'ta jo'tga ekan. Quloq hamsa bo'sha. Maqtov arzidan qo'ylar ekan, lekin baro. Olib, maza qilib boqaman degan obunachilarga tavsiya qilib ko'rasiz-da. Bitta obunachini qo'yadi. Bir kishi olsa yutadi. Tamaki. Syomkalarni Namangan tuman Tepaquruq qishlog'ida olib bormoqdamiz hozir. Lekin qo'ylarga e'tibor beramiz. Uzoqdan olyapman, lekin qo'zilar hammasi o'g'il cho'tki. Ayri dumba. Biz belidan olmaymiz. Uzoqdan boricha qo'ylarni video qilib mana dumbalar qaranglar. O'ta mo'shli, cho'tkilar ekan. O'sha yebishlar sinovdan o'tgan-a bular? Yebishlari borgandan keyin bir haftaga garantiyasi bor, sinov olish. Bir hafta mumkin sinab yegizdirib pulni sanashaveradi. Yo'q. Mana bu qo'zini qarang. Dumbasi. Dumba. Garbonoz. Quloq ham o'zi pashti 20 chiqib qolar ekan o'sha. Quloq ham o'ta ideal. Toza arasan deb shuni aytadi. Qo'ylarni o'zi bunday yo'q ekan, hammasini olib tashab qo'yadigan odam yutadi. Xudo xolasa o'sha bularda yebishi sinovda hamma yo'q o'tgan bo'lsa, buni endi narxini nima deymiz? Yo'lda qilib beramiz, xolasa. 20 bittasini bitta olaman degan odam, shunday telefon qilgan odamga necha puldan qilib beramiz? Ulardan qilib beramiz. To'maga bu 4,5 million, 4 million emas. Hammasini olsa 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 dan. Xayri bormi? Telefon qilib o'tib beraman. Lekin buning ichida 2-3 ta hali garbonosi bor. Arashan qo'zi kelib qoldi. $400, $500 emas. 3 million 600 ming so'mdan hammasini bitta odam yutadi, lekin bitta odam yutadi. Bitta ikkita ham telefon qilishaveradi, kelishtirilgan holda qilib beramiz. Bu sariqlarni o'zini solsa, qoralar bekarga qoladi o'zi. Ha, bu 2-3 tasini da xolasa yaxshi baqib tarbiyalab olsa, normalni pulga oladi. Ustamaga qo'yib. Vodiydan telefon qilsa, o'zimiz yaqinroqdan xayr bo'lib hammasini olsa o'tib beraman. O'tib berasiz, chiroyli qilib. Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar obunachilar, chiroyli qilib yetkazib. Ammo qo'zilar hammasi ideal. Bitta ikkitalar bolalar $400, $300. Hozir masalan, mana sariqlarni agarda ikkita uchtasini ajratib sotishaman desa bor, egasini qo'ldasa, mana shu qo'ylar garbonus bu mana shu toza ekan mana. $500, $600, $500, $600 berishmaydi mana shu agar egasini qo'lida bo'lsa. Sizlar o'ptimonglar, o'ptim yutasizlar. Xudo xolasa, narxi ham yo'lida bo'ldi. Tavsiya qilib qolamiz akalar. Mana bu qo'ylarga qo'zilarga e'tibor beramiz. Oldi, sho'shlarni ham o'ta